atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsangiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi, holi seni Allohga chaqiradigan, so'zi senga Allohni eslatadigan insonni o'zingga do'st tut. Aqli rojih, qalbida sakinati bor odamni do'st tutsang, saodat topasan. Mo'min kishining saodatini, baxtini siri shunda. Shuning uchun mo'minlar o'tirishganda, bir-birini ko'rganda qalbida sakinat paydo bo'ladi. Ru'yatul ikhwan mazhabatun lil ahzan deyiladi hikmatda. Alloh yo'lida tanishgan, Alloh uchun do'st bo'lgan birodarlarni ko'rishlik g'am qayg'uni ketkazadigan narsa bo'ladi. Mo'minlar majlisi yig'ilib o'tirar ekan, agar bularning o'rtasini Allohga bo'lgan iymon birlashtiradigan bo'lsa, o'tirdi, ularda qalbida xursandchilik paydo bo'ladi. Alloh azza va jalladan birodarlar